Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam shunday degan ekanlar. Alloh taolo Arafa kunidagidan ko'ra bandalarini do'zaxdan ko'proq ozod qiladigan boshqa bir kun yo'q. Albatta u zot o'z rahmati ila bandalariga yaqinlashadi va ular bilan farishtalarga faxrlanadi va bular nima xohlayaptilar deydi. Azizlar, ayni hamma ihromda shu yerda turgan paytda Allohning rahmati nozil bo'lib, Alloh farishtalariga bizni faxr qilib, maqtanib so'rarkan, bular nima xohlayaptilar deb. Arafat shunday makon azizlar. Alloh taolo nazdida Arafa kunidan ko'ra afzalroq kun yo'q. Alloh taolo yer yuziga o'zini rahmati bilan yaqinlashar ekan, farishtalarga qarab aytar ekanki, bandalarimga qaranglar, ular sochlari to'zg'igan, chang tuproqqa belangan, baland ovozda talbiya aytib uzoq joylardan mening huzurimga keldilar. Ular meni rahmatimni umid qilmoqdalar, holbuki azobimni ko'rmaganlar. Bas, Arafa kunidagidan ko'ra ko'proq inson do'zaxdan ozod qilinadigan boshqa kun ko'rilmagan deydilar. Azizlar, bandalar sochlari to'zg'igan, yelkasida ihrom, yig'lab, talbiya aytib, dod deb gunohlarimizni e'tirof qilib turgan paytimizda Alloh taolo aytar ekan, farishtalarga qarab, "Ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Ey farishtalarim, sizlar guvoh bo'linglar, men bularning gunohini kechirdim der ekan aslida. Alloh va'da qilar ekan. So'ngra aytar ekan Alloh taolo, agar bandalar siz bilan bizga aytayapti, gunohlaringiz dunyodagi qumlarning sonicha, yomg'ir tomchilari adadicha, dengiz ko'pigicha bo'lsa ham men ularni mag'firat qildim deydi ekan. So'ng Alloh aytar ekan, ey bandalarim, mag'firat qilingan holda va kimni shafaat qilgan bo'lsangiz, u ham mag'firat qilingan holda tushinglar der ekan. Ya'ni bu yerda kimni mag'firatini so'rab duo qilgan bo'lsak, u duolarimiz ham qabul bo'lar ekan azizlar. Allohim bizlarni gunohlardan xoli qilsin. Mana shunday gapni gapirib turganda fataqulul malaikatu, Rasululloh alayhisalom aytibdiki, Alloh shunday aytdim, men gunohlarini kechirdim bularni deganda farishtalar aytar ekanki, inna fulanan fihim, ularning ichida falonchi ham bor, o'ta gunohkor yoki boshqa maqsadda kelgan bor. Shunda Alloh taolo aytar ekan, qad g'afartu lahu, uni ham gunohini kechirdim der ekan. Alloh mag'firati shunday ulug' zot azizlar. Biz bugun bundan imkoniyatdan foydalanib hammamiz mana shu maydondan ketar ekanmiz, boshqa bir insonga aylanishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, faqat shayton bu kunigina qiynaladi. Shayton hech bir kunda Arafa kunidagidek xor, haqir, past, g'azabga to'lgan holda ko'rinmagan ekan azizlar. Bu faqat Allohning rahmati nozil bo'layotganini va katta gunohlarni kechirilayotganini ko'rgani uchun shunday bo'lar ekan shayton. Magaram Badr jangida bundan ziyodaroq tashvishga tushgan, unda Jabroil alayhisalomni ko'rgan edi shayton farishtalarni saflayotganini. Ammo undan tashqari eng ko'p shayton dod deydigan, yig'laydigan, boshiga tuproq sochib yo vaylato deydigan kun mana shu Arafa kuni bo'ladi. Chunki uni shuncha qilgan mehnati bugun habada bo'ladi. Alloh uni vasvasalaridan bizni omon qilsin azizlar. Bundan keyin shaytonning sharridan Alloh bizni omonda qilsin. Mana shu bandani yo'ldan urdi. Endi shu holatga kelganini ko'rsa, ularning gunohlarini kechirilayotganini ko'rganda ya vaylo deb qolar ekanda shayton. Holimga voy bo'lsin, sho'rim qurisin deb qolar ekan. Ana shunday kun azizlar bugun Alloh bizga nasib qildi. Istig'for aytaylik, tavba qilaylik ko'proq. Qo'limizdan kelganicha Alloh taologa bog'lanaylik. Allohga duo qilish degani azizlar, bu Allohdan nimanidir talab qilish emas, menga uni ber, buni ber, u bitta talab. Lekin duo, ad-duo ibodat, bu ibodat. Bu bandani Alloh taolo bilan bog'lanishi, o'zini xor tutishi, Alloh taologa murojaat qilishi. Alloh va'da qildi, agar bandalarim menga duo qilsa men qabul qilaman dedi. Biz duo qilishni bilmaymiz-da azizlar. Duo shunday bo'lish kerakki, Alloh meni bilib turibdi, ko'rib turibdi, eshitib turibdi, va'dasi bor mustajab qiladi.
qalbimizdan nimani so'rasak shu bo'ladi. Qo'lingizga duo kitoblarini berib qo'ydik. Agar buni o'qishni bilmasangiz, o'zbek tilida bo'lsa-da duo qiling. Nima bo'lsa ham Allohga duo qilib, Alloh azza va jalladan mana shuni savobini umid qilish kerak.